Başladıkmı? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. YouTube kanalimiz, Telegram, Instagramdagi obunachilarimiz hamda Xorazm auditoriyasi. Bugun sizlarga dishsizlik mavzusi bo'yicha zo'r konsultatsiyaning ikkinchi seriyasi bo'lib o'tadi. Ekranlar qarshisida Farruh Abdurahimov yaxshilab joylashib olamiz, yozib olamiz, chizib olamiz va tayyorlanamiz. Ketdik. Dishsizlik vaqtida barcha dedik. Endi barcha savollarga hech qachon javob berib bo'lmaydi, lekin nisbatan barcha ko'proq savollarga javob beramiz. Так что ketdik. Bugun 16-iyun 2025-yil. Tak, bugungi onlayn konsultatsiyaning maqsadi dishsizlikni yechimi novi, eng yaxshi yechimi implantmi yoki boshqa optimal variantlar ham bormi? Kimlar implant qo'ysa bo'ladi? Implant o'zi novi, keyin qachon, qanday sharoitda kim qo'yishi kerak? Shu narsani hal qilamiz. Bahosi necha so'm turadi va qaysi firmalar ishonchli, qaysi davlatniki ishonchli va o'zimizni qo'limizdan kelgan ishlarni, qilib ko'rgan ishlarimizni bir qismini ko'rsatamiz, hammasi emas va hammani har doim rasmga olishning imkoniyati yo'q. Ayniqsa birovlarni postisini olsak, do'sini rasmga tushirilmay qolamiz. Shuning uchun muammo bo'lgan keyslarimiz bor. Masalan, boshini ko'rsatilmagan. Tak, ekran qarshisida Farruh Abdurahimov, men nelarda o'qiganman va shu narsa haqida ozgina maqtanib o'taman hozir. Men o'zim Buxoro tibbiyot institutini 2012-yil girib, 2017-yil grant o'qib bitirganman va student bo'lganimdan keyin dishsiz odamlarni vazifam va missiyam sifatida dishsiz odamlarga dish qo'yish kerak va buni optimal yechimi, ya'ni to'g'riroq yechimi, zararsiz yechimini o'ylashga harakat qilganman va implant meni hayotimda muhim ahamiyat kasb etgan. Va oqshom ham dasturda aytib o'tdim, bizlar o'tadigan domlalarimiz eskicha bo'lgan, lekin yaxshi domlani yo bo'lmasa yaxshi o'qituvchi hamda xirurgni topish men uchun sal qiyin bo'lgan, lekin intilish natijasida o'g'am yetishdik. Tak, o'tgan yil Janubiy Koreyaga borib, sifrovoy stomatologiya, ya'ni elektron robotlar yordamida implant qo'yish mumkinligini robot xirurglarni ham ko'rib, uchrashib keldim. Va ancha bilimlarni Koreyada oshirdim. Bu Koreyadagi Megagen implant sistemani prezidenti, o'ta darajada buyuk shaxslardan birisi. Oqshom bu haqida yana bir ma'lumot eshitdim. Tak, bu inson 65 mingmi, necha ming dona implant qo'ygan va har implantini elektronniy sanab boradi Blank klinikasida va haftada 2 kun ishlaydi ekan. Adashmasam 1-4 kunlar implantologiya qiladi va bir kunning o'zida 7 ta operatsiya. Kamida 7 ta operatsiya. Biza 2 dana operatsiya yo 3 dana operatsiya o'tkazsak, o'zi charchab qolamiz. Bu odam shu yoshida kunini 7 dana operatsiya va 2 kunda 14 ta operatsiya o'tkazadi. Haftaning kunlarini shunday bo'lib qo'ygan ekan, keyin 2 kun darsi bor va qaysidir bir soatlarda onlayn translyatsiya har kuni bor. Prosta bomba shaxs va energichni. Qarang, qanday chiroyli gulib turgan shaxs. Bu odamlardan ham o'rganamiz. Umuman olganda dishsizlik mavzusiga kelamiz. Dishsizlik nechik oqibatlari olib keladi? Kechagi mavzuning davomi va takrori sifatida ko'ramiz va ko'rmaganlarga tavsiya qilamiz. Xo'p, dishsizlik mana shu joyda tish yo'q bo'lishini hisobina, shu joyda dish yo'qligini hisobina muammolar kelib chiqadi. Shura implant qo'yilganda bu muammolar kelib chiqmasadi. Qanday muammolar? Qarang, birinchisi yuqoridan pastga qarab o'sadi, yo'q joyi. Bu tarafa qarab o'sadi va natijada qanday muammolar? Bu joyda milklar ochilishi, keyin shu joyda milk ochilganning hisobini karieslar kelib chiqishi, keyin ibeda chaynov sistemani buzilishi, hatto bu yerdan muammo paydo bo'ladi va mana bu joyda aniq muammo paydo bo'ladi. Bu ochiq joy, shel paydo bo'ladi va qarang, 7-8 dona muammo bo'lmasligi uchun dish olindimi, sirazi implant qo'yish tavsiya qilinadi. Implant nima degan savolga sal o'tib javob qaytaraman. Tak. Oldingi sohada o'zgarish bo'ladi, hatto orqada uzilish bo'lsa, oldingi sohada ham o'zgarish bo'ladi. Qanday muammolar paydo bo'ladi? Tak. Hozir tushuntiraman. Qarab turamiz. Bu normal turishi, do udaleniya hammasi joyida. Keyin udaleniya bo'lgandan keyin mana shu joyda uzilish bo'lgandan keyin mana shu tishlar bu tarafa qarab, tepaga qarab o'sadi.
tepa pastda udaleniya bo'lgandan keyin tepadagi idishlar pastga qarab o'sadi va natijada mana bunday manzara paydo bo'ladi. Bunda nimalar hosil bo'lgan? Karmanlar, cho'ntaklar va bulardan hosil bo'ladi. Natijada kesishgan prikus, yoqimsiz prikusga olib keladi va oldingi sohadan muammolar uchrashi boshlaydi. Ya'ni yelpig'ich sindromi deyiladi. Oldingi jag'dagi idishlar hammasi oldinga ochilib, oralari ochilib ketadi. Shunday muammolar uchrashi mumkin. Bunday muammolar uchramaslik uchun avvalo idishni oldirmaslik kerak. Oldirgandan keyin esa tez-tez o'rnini qo'ydirib, to'ldirib tashlash lozim hisoblanadi. Maksimalni davolash tarafdorimiz va davolash imkoniyati yo'q bo'lgan idishlarni maksimalni shu vaqtning o'zida yoki 6 oy o'tkazmasdan turib implantatsiya qilish tarafdorimiz. Tavsiyamiz shu bo'ladi. Implantatsiya qilinmasa nimalar sodir bo'ladi yoki umuman tish qo'yilmasa nimalar sodir bo'ladi. Bu normal insonning ko'rinishi, lekin qaranglar, bu joylar normada. Keyin esa bu joy sal bukiladi. Keyin esa bunday bo'lib ketadi. Undan tashqari yuzni pastki qismi, mana shu qismi kichiklashib boshlaydi. Bu yerda esa eng katta holatda. Ya'ni vaqt o'tgan sayin mana shu joyda dish olinsa, suyak pasayishi boshlaydi va o'yilib, hatto ko'p vaqt o'tgandan keyin implantatsiya qilish imkonsiz bo'lib qoladi. Shunday muammoga uchramaslik uchun implantatsiya qilish lozim yoki umuman har qanday tishni qo'ydirish lozim. Bo'lmasa muammolar, boya aytgandek, muammolar ko'payadi. Xo'p, undan tashqari ichki organlar. Biza dishlar yordamida chaynayimizda oshqozon ichaklarida ovqatlar hazm bo'lishni boshlaydi. Ya'ni ular faqat ximik tarkibni o'zgartirib, uni bijg'itadi ovqatni. Ularning vazifasi faqat tayyor, yanchilgan ovqatni bijg'itib, eritib, undagi ximik mahsulotlarni organizmga qabul qilishi kerak. Agar biz chaynamasdak va chaynamasdan yutsak, bu yutilgan ovqatni ma'lum bir qismi ximikatlar yordamida eriydi va ma'lum qismigina so'riladi, qolgani esa axlat bilan birgalikda chiqib ketadi. Va bizada ortiqcha qorinni paydo bo'lishi ham chaynalmagan oziq moddani oshqozonda dimlanib, qolib ketishi yoki bo'lmasam o'zgarishi uchramasligi natijasida ko'proq ovqat yeb qo'yish ehtimolligimiz ham shuning hisobidan paydo bo'lishi mumkin. Semirmaydigan odamlarda esa chaynamaslik oqibatida battar ozg'inlik kuzatilishi ham mumkin. Chunki ular umuman hazm qilmay qoladi keyin dish yo'q bo'lsa. Shu bilan hazm qilmagandan keyin ves ham ola olmaydi. Demak, oshqozonga har qanday holatda ham zarar yetkazadi chaynov sistemasining buzilishi. Ya'ni dishlar chaynamadimi, oshqozon ichak ikki holatda ham qiynaladi. Ketdik. 3-chi, agar dishsizlikni o'zi odamlar qo'ydirmasangiz, implant ishini ikki dishni chaqlashga to'g'ri keladi. Chaqlash natijasida nimalar yo'qotamiz? Masalan, aslında mana shu dish o'zini vesini ko'taradi, faqat o'ziga tushadigan bosimni ko'taradi bu. Bu esa endi buni ham yarmini ko'taradi, buni ham, bu tish ham buni yarmini ko'taradi. Natijada ham chaqlanib, azoblangani qoladi bu ildizchalarni, ham o'zidan keraksiz miqdordagi yukni ko'tarishga majbur bo'ladi. Shunday bo'lmasligi uchun chaqlatmaslik va chaqlatib tish qo'ydirmaslik lozim. Eng muhim narsa implant qo'ydirish kerak. Mana shu joyga bir dona implant qo'yilsa, bu ham o'zina tushadigan bosimni, bu ham o'zina tushadigan bosimni ko'taradi va natijada hamma tishlarning umrlari uzoq bo'ladi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Tushungan bo'lsangiz va gaplarim ma'qul bo'lib turgan bo'lsa, fikringizni aytib bering. Shu joyni normal tushundingizmi? Yoki savollaringizni yozib bersangiz, o'qib beradilar menga. Yoki o'qiyman. O'zi qadimdan buyon qanday yo'llar bilan tishsizlik hal qilingan? Qadimdan beri, endi bizlar qadim deganimiz shu 70-80-yillardan beri qanday qilinadi? Yo dishlar olib tashlanadigan protez qo'yiladi, yo bo'lmasa dishlar chaqlanadi, yonida dishlar bor bo'lsa chaqlanadi va shuning natijasida dish qo'yiladi. Buni zararlari haqida hozir gaplashdik, protez haqida yana bir gaplashamiz. Tishsizlikni oqibatini bilamiz hammamiz. Ya'ni birinchisi jag'larda, suyaklarda atrofiya kuzatiladi, ya'ni yo'qolishni erish boshlaydi. Keyin hazm qilish sistemasi buziladi.
Nutq buzilishi. Endi eng muhim joyina keldik. Eng muhim ikkita joyi bor. Bu psixologik hamda nutq buzilishi. O'rtoqlar, biz inson ekanmiz va inson sifatida dunyoda yaratilgan ekanmizki, bizga nutq berilgan boshqa hayvonlardan farqli ravishda va ong berilgan. Hayvondan ustun tarafimiz bizning ongimiz va bu ongga ta'sir o'tkazishimiz bizning tashqi ko'rinishimiz orqali va nutqimiz orqali bo'ladi. Dish esa, dishlarimiz ikkisida ham ishtirok etadi. Birinchidan psixologik omil deganimiz o'zi psixologik ko'tarinkilik, emotsional yuqori bo'lish faqat dishlar orqali ko'rsata olinishi mumkin bo'lgan yoki dishlar orqali yuqoriroq ko'rsatilishi mumkin bo'lgan organ hisoblanadi va omil hisoblanadi. Biza qachon xursand ekanimizni bildirish uchun ham dishlarimiz kerak. Qanchalik xursand ekanimizni bildirish uchun ham dishlar kerak. Siz qancha xursand bo'lsangiz ham dishingiz yo'q bo'lsa, sizni ko'tarinki holatda hech kim qabul qilmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun dishlar hayotimizni va Alloh taolo tomonidan berilgan psixologik va nutq jihatdan eng muhim tomonlarimizdan birisi hisoblanadi. Ularni asrash, ularning o'rnini to'ldirish sizni burchingiz, vazifangiz. Siz esa bu burchni bizlarga topshirishingiz lozim bo'ladi. Bizning kasbimiz hisoblanadi shu ish. Qolgan tishlarni siljishi va buzilib ketishini oldini oladi. Bu 5-faktor. Ijtimoiy qulay va ijtimoiy jihatdan yuksak bo'la olmaysiz agar tishlaringizda nuqson mavjud bo'lsa. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Keyingi etapga o'tamiz. Bizda case bor. Case deganimiz o'zimiz qilgan ish va adenochkadan boshlaymiz. Kechagi tomoshabinlar ko'pchilik yaxshi biladi. Tak. Hozir bu case birozdan keyin to'xtalamiz. Mana shu joyda bir dona implant va unga bir dona koronka qo'yilgan. Bu dish mana shu dish hisoblanadi. Lekin bunga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir boshqa case ko'ramiz. Boshqa case'imizni hali tomoshabinlar ko'rmagan. Bemorimiz 32 yoshda ayol kishi va muammo nima? Yuqori jag'da umuman tishsizlik. Pastki jag'da titan dishlari bor. Endi Xorazmdanmiz va bu narsani qabul qilishimiz ham normal holatda deb o'ylayman, chunki men Toshkent auditoriyasidan o'tib turganim yo'q va Qurtoy qandaydir bir boshqacha auditoriyaga o'tayotganim yo'q. Hamma normal qabul qiladi, chunki hammamizning oila va qarindoshlarimiz orasida sari dishli odamlar bor. Ya'ni bemorimiz mana shunday holatda edi. Sari dishdan almashtirish tavsiya qilindi, lekin keyinga qoldirildi. Yuqori jag'da esa 4 dona implant bilan natijaga erishdik. Ya'ni odatda men o'zi 4 yo 8 yo 6 dona implant qo'yishni yaxshi ko'raman. Ham simmetriya bo'ladi, ham kuch berib biladi, bemalol ishlab bilaman. Shuning uchun 4 dona implant qo'ydik. Aizen implantlaridan qo'ydim, Koreyaniki. Va juda ham zo'r implant, men yaxshi ko'rar edim. Qarang endi shu holatda edi va biz uni multi unit implant bilan ishladik. Bu qimmatroq implant, lekin sifatni, ishni juda chiroyli qilib chiqarib beradi. Xo'p, tasavvur qiling, o'zi agar implant qo'ymasak, nima qo'ygan bo'lar edik? Bu insonlar protez qo'yib berganlar. Protezni yo 1 kun taqqan, yo 10 kun taqqan, yo qancha taqqan bo'lsa ham o'zi bezar. Chunki 32 yosh. 32 yoshli insonning eri bo'ladi, xo'jaligi bo'ladi, qarindosh do'g'ani yosh u, masalan. Va yosh odamga protez umuman to'g'ri kelmaydi, olib qo'yib yurish. Qancha chiroyli bo'lmasin, foydasi yo'q. Shuning uchun implant qo'ydirish maqsadida keldilar va biz ularga yechimlarni taklif qilib qo'yib berdik. Bu multi unit implantlarning ko'rinishi, durishi, joylashuvi. O'zi suyakdan problema bor edi va suyak bo'yicha ham shu joyida maqtanib o'tishim lozim. Bu ishni ko'pchilik qila olmaydi. Allohga shukr. Bizlarga shunday imkoniyat berdilar, Alloh taolo biza qildik. Qarang. Sinus maxillaris, ya'ni gamir bo'shliqida turgandek ko'rinadi, lekin 3,5 lik implant diametr jihatdan mana shu joyi 3,5 mm, lekin biz uni maksimal foydalanib kichkina suyakning ichine shu implantni joylashtirib pazuxadan qochgan holatda chiroyli qilib qo'ydik va pazuxa bironta shikast yetmadi, juda ajoyib sog'lom holatda turibdi va implantimiz to'liq suyakning ichida joylashgan va bu 2 oydan keyingi rezultat, yo 2 yo 3 oydan keyingi va zo'r rezultat. Bemalol koronka qo'ydik. Boshlang'ich holat yoki karkazni ko'rinishi deyishim mumkin. 4 ta implantga nima qo'ydik biz? 4 ta implantning ustidan metal karkas qo'yib, keyin metal keramika qo'yadigan bo'ldik va bu yon tarafdan tushirilgan rasm. Bunda aslında nimalarga e'tibor berishim lozim? Agar
Birinchi rasmni ko'rgan bo'lsangiz, bemorning labi ichkariga kirib ketgan. Pastga tushib yotibdi. Bu qanday bo'lmasin, odamni xafa ekanligini ko'rsatadi. Men emotsional holati juda ham ahamiyat qaratadigan shaxslardan birisiman. Qanchalik eplayman bilmayman, lekin xafa insonni ko'rinishini beradi, labni ichkariga kirinishi. Shuning uchun labni qaradim, уже metal qo'yganimizdan keyin, metal karkasdan keyin lab ko'tarildi ozgina. Mana shu qismi ko'tarildi. Mana shunday oldinga ko'tarildi va yon tarafdan rasmga tushirgan vaqtimda уже normalniy, men o'z настроением ham ko'tarilishi boshladi va tishlar yaxshi tishlashadigan bo'ldi. Sal ortiqcharoq ko'tarib qo'ydilar, men keyin orqaga qaytarishga majbur qildim. Окончательный rezultatni ko'radigan bo'lsak, rezultatni ko'rsak, mana shunday rezultatga olib keldik. Qanday? Baho beringlar. Давайте kommentariyada fikrlaringizni yozinglar qani, yoqdimi, yoqmadimi? Necha chiqqan? Yaxshi bo'lsa yaxshi denglar, yomon bo'lsa yomon denglar, yo bo'lmasa birdan 10 gacha baholanglar, shkala. Birdan 10 gacha. Necha qo'ygan bo'lar edingiz? 5, 4, 3, 2 yo 10 yo 9 yo olovcha qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Rahmat. Davom etamiz. Metalokeramika juda ham chiroyli qilib taxlandi, to'g'risi men o'zimga yoqdi. Xo'p, bu rasmda ko'rinishi bu yerda o'sha kuni qo'yilgani uchun kompresslar bo'lib, ozgina qonish bo'ldi. Yo'qolib ketadi o narsalar. Umumiy kartina mana shunday. Bu tish hech qachon olinmaydi. Hech qachon emas. Bemor olib yo qo'yib yuradigan narsa emas bu. Bu постоянный turadi va bu bilan bemalol g'o'z chaynanishi mumkin, zangarak chaqmasam ichindagi mayizlarni bemalol olib yeb, g'achirlatib yeyishi mumkin bo'lgan sifatli ish bo'ldi. Lab bilan dishning munosabatini e'tibor qaratamiz. Просто aytaymi, necha yoshga qaytdilar. Например, 32 yoshdagi ham bo'lsalar, bu yerda где-то 16-18 yosh qizni effektini berdi. Chunki живой deyishda haqiqatda lab va tishning munosabati yuqori joyda, lab hamda dishlarni deb turish zonasi mana shunday joylashadi-da, o'zi bir yoqib, yopishib, живой bo'lib, labdan ozginagina 2 mm ko'tarib tursa, bu har qanday yomon настроениядagi inson oppoq tish bilan labini shunday chetini ochsa, уже просто настроенияsi zo'rday tuyuladi va bu etnik jihatdan, psixologik jihatdan juda ham chiroyli effekt beradi. Yonida atrofdagi insonlarning настроениясini ko'taradi. Isha baho berasiz degan umiddaman. Mana bu окончательный rezultatlardan birisi. Yaxshi. Uzr. Demadim. Dedim. Tak, bemorimiz где-то 35-40 yosh bo'lishi kerak. 2 dona implant qo'yilgan. Bulardan suyak kamadi, 2 dona implant qo'yilgan va multi-unit abatmentlar yordamida mana shu joylarda I+ gradus ostida ekildi. Gradus ostida ekish bizlarga nima beradi? Ertaroq konstruksiyani qo'yib berish imkonini beradi. Tak, aslida implantlar mana shunday joylashtirilgan. Lekin biza buni multi-unitlar yordamida bo'li tekisladik va keyin mana shunday qilib dish qo'yib berdik, sirkoniy dioksidlarni. Sveti bo'li oqroq chiqdi, lekin bemor o'zini so'ragani, talabi shunday edi. Qolgan dishlarni oqartirish maqsadida endi boshqa dishlarni, shu dishning rangini olib kelamiz dedilar va mana shunday rezultat oldik. Tak, keyingi case mana bu bitta implantli vaziyat va milklarni chiroyli shaklda oldik. Endi keyingi holati, qo'yilgan holati bitta adenochka. Boshda ko'rsatgan ishim. Yana adenochka holatda qo'yilishi. Xo'p. Tushungan bo'lsangizlar, как живой dishning ham rangi, ham shakli, ham joylashuvi juda chiroyli chiqdi. Ketdik. Mana bunday holatda qo'yishning nima yomon tarafi bor, shuni haqida gaplashamiz hozir. Yana ujun chiqardim ozgina, endi batafsilroq joylashamiz. Aslida har bir tishimizni ko'taradigan bosim kuchi bor va bu kuchlar Newton, kilonewton yoki shunga o'xshash belgilar, birliklar yordamida o'lchanadi. Например, mana shu tish 100 kg ko'taradi. Bu tish ham xuddi shuni sheriki 100 kg ko'taradi. Bu katta tishlar bo'lganligi uchun odatda 200 kg kuchda chaynaydi. Bu yerda yana bir tish yo'q, bu ham 200 kg. Bu ham 200 kg deb hisoblaymiz. Oziq tishlarning hammasini. Endi
200 kilogramdan ikkitaligi yo'q. Buni natijasida bularning ikkalasining kuchi 400 kilogram. Endi 400 kilogram bo'lsa, shu ikkisining kuchi. Tak. Bu kuchlarni kimlar taqsimlab oladi? Mana bu hamda mana bu. Endi o'ziniki 100 adi, 100 plus birsini kuchini oladigan bo'lsa 200. Bular o'zinikini javob bermaydi, chunki ustunlar faqat bor tishlar bo'lganligi uchun bunda 200 plus yana birsini oladigan bo'lsa 200. Demak, mana shu tish o'zini kuchidan tashqari yana 2 barobar ko'proq go'shtni o'zini qabul qiladi, bosimni qabul qiladi va umri qisqaradi. Birinchidan, ikkinchidan charxlangani uchun yana go'ch pasaygan bo'ladi. Shuni hisobidan. Uchinchidan, bu tish nervisi ham olinadi, uning natijasida yanada go'chsiz bo'ladi va endi bu umr jihatdan masalan shu dish o'zi turganida, charxlamay turganida 20 yil xizmat qilar edi. Endi biz ham charxladik, nervisini oldik, ham qo'shimcha yuk berdik. Bu dish 20 yil emas, 5 yil xizmat qiladi bu. 5 yilgina xizmat qiladi. Keyin churiydi, yiqiladi, tamom. Bu dish esa o'zi 100 kilogram ko'taradi. O'zining kuchidan 2 barobar og'ir yuk yana ham yuklatildi va natijada 300 kilogram ishlashi kerak bo'lib boshladi bu. Например, bom 20 yil xizmat qilishi kerak bo'lsa, o'zining kuchidan 3 barobar ortiqcha ham charxlandi, ham nervisi olindimi, уже bir 5-6 marta umri qisqaradi. 20 yil bo'lsa 6 barobar qisqarsa, demak 3 yilda umrini tugatadi bu deyishlar. Shunday bo'lmasligi uchun biza 2 dona implantni qo'ysak va 2 dona implantni o'zina koronka qo'yib bersak, bu deyishlar o'zlarini holatini charxlamay tursa, bular 20 yil, bular 20 yil, hammasi 20 yil o'ynab xizmat qilishi mumkin. Hech kim bosimi birov tushmaydi. Xo'p. Protez hammamiz biladigan narsa va bunday protezlar zararli hisoblanadi. Nimalar uchun desangiz, uzr so'rayman. Tak. Xo'p, ozgina charchadim. Va bunday protezlarning zararli tarafi shundaki, bu turdagi protezlar insonlarni jag'inda muammolar olib keladi. Masalan, suyak atrofiyasini olib kelishi mumkin. Shuningdek, boshqa problemalar ham olib keladi. Hozir tushib ketadi zararli tarafi. O'zinikidan chaynamaydi, mustahkam joylashmaydi. Kechqurun olib, ertalab qo'yib yurishadi keladi. Yaqinlar yonida taqib, boshqa vaqtda taqmaslikka olib kelishi mumkin. Va noqulaylik, kerakli joyda nutq so'zlayotgan vaqtda qancha deputat yoki bir yaxshi aktyor, aktrisalarni ba'zilarida dish yo'q ekanligini yoki shunday protezlari borligini ko'rib, rahmingiz keladi, ichingiz o'g'ishadi. Xo'p. Tak, mana bu holat. Bu har xil protezlari bor, har xil protezlarni har kim o'zi qo'yadigan narsa bo'lgani uchun maqtaydi, boshqa qiladi, lekin protez ular olib qo'yiladi va sizga bir tabiiy tishdan xizmat qilmaydi. Shuning uchun implant deyishlar boshqacha ta'sir o'tkazadi. Siz ham, psixologiyangiz ham, boshqa joy ham. O'zingiz implant qo'yayotganingizga qancha bo'ldi? Tajribangiz bormi? Kim qayerda o'rgatgan? O'zim implant qo'yib yurganimda 2020-yil qo'yishni boshlaganman va bu yil 5 yil bo'ladi va faoliyatim davomida bilmadim endi. To'g'risini aytsam sanamaganman va sanamasligim xatoyim hisoblanadi. Ishqilib 1000 plus bo'lsa kerak, chunki ba'zi vaqtlarda oyina 100 tadan ham o'tib ketadi.
Endi 5 yilda o'ylab ko'rish kerak. Shunaqa holatlar bor. Endi tajribangiz bormi deganda 5 yillik stajga egaman. Qo'yayotganim 5 yil bo'layotir. 5 yil bo'lib 6 ga qaraydi, 20-yil qo'yishni boshlaganman. Kim o'rgatgan? Dilshod Farhodovich degan ustozim bor, implantologiyani shu inson o'rgatgan. Qayerda o'qiganman? Buxoro davlat tibbiyot institutida o'qiganman. Xorazmda o'rganganman. Tak, endi case'ga kelamiz. Xo'p, mana shu patsientimizni yuqori jag'ini implantlarni o'zimiz o'rnatib berganmiz. 4 dona implantda 12 dona metalokeramika qo'yganmiz va men dirijor sifatida qatnashganman. Yigitlar esa bu narsani ortopedik qismini qilib berganlar. Dirijor sifatida men nima qilganman? Avvalo implantatsiyasini hamda boshqa narsalarni planlashtirib berganman. Implantatsiyani 4 dona implantda 12 dona dish qo'yish all-on-4 deyiladi. Ya'ni hammasi 4 tada degani va bizda ahamiyat beriladigan joyi kecha nimani ko'rmaganlar uchun mana shu miniklarni hosil qilish bu Turkiya, Yevropa va boshqa davlatlar uchun juda ham ahamiyatli narsa hisoblanadi. Biznikilar tushunadi, tushunmagan ha deb ketaveradi. Shuning uchun men sizlarga tushuntirishga harakat qilayotirman. Bu narsaga erishish oson ish emas va hammani qo'lidan har doim ham kelmaydi. Shuning uchun ahamiyat berib, mehnatni qadrlaysizlar degan umiddaman. Apikamizning boshlang'ich holati mana bunday edi. Ya'ni dish sizadi yuqorida va dish qo'yish uchun, implant qo'yish uchun suyak ham juda ko'p emas edi va biz shu 4 dona implant bilan maksimal natijaga erishishga harakat qildik. Va erishdik deb ham o'ylayman. Juda ham xursand bo'lib, yaxshi otziv berganlar. Otzivlar degan bo'lim bor YouTube kanalimizda. Aytgancha, agar hozir YouTube'da translyatsiyada ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, shu YouTube kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar. Hozir shu ishni qiling. Chunki YouTube kanalimda kelajakda bundan ham manfaatliroq va ko'proq ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Yana nima deyishim mumkin? Ishqilib shunaqa yangiliklar. Shuning uchun like bosing, kommentariyada savollaringizni yozing. Plus obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz hammadan burun ulgurasizlar. Ba'zida skidka yoki shoshilinch videolar bo'lib qoladi. Shu vaqtda men sizlarni ogohlantiraman va kim tezroq harakat qilsa, kechagidek, masalan, oqshomgina harakat qilsa, ulgurib qoladi. Shuning uchun qo'ng'iroqchani bossangiz hammadan burun sizga ma'lumot boradi YouTube tomonidan. Biz video qo'ydikmi, sirazi boradi. Va mana shunday kerakli zonamiz ozgina edi. Implantlarni zo'rdan qo'yish mumkin edi va biz burchak ostida implantlarni qo'yib, chiroyli qilib taxlab berdim. Mana shu holatlar chiroyli qilib ish bo'ldi. Burchak ostida ekishning ahamiyati tezroq qaronka qo'yish mumkin, qachonki burchak ostida bo'lsa. Parallelni hammasini stolbaga o'xshab dik akiladigan bo'lsa, ko'proq implant qo'yishga to'g'ri keladi. Agar qish qilib, ya'ni gradus ostida ekiladigan bo'lsa, 4 dona implant bilan yuqori natijaga erishish mumkin. Biz bu bemorda shunday qilganmiz. Shoshilinch to'y bor edi, o'g'lini uylantirdilar va shu to'yga o'rtada ertaroq временный koronka bilan borib keldilar. Implantlarning pozitsiyasi, miniklarning ko'rinishi, tishlarning holati, shaxta shu joydan chiqqan, keyin yopib taxlab berildi. Qiziq joyini o'tamiz. Qiziq joyi boya aytganimdek miniklar. Mana shu miniklar bizlar uchun eng ahamiyatli bo'lim hisoblanadi. Eng yana ahamiyatlisi mana shu oldingi ikki tishni ikki yon cheti, ya'ni o'rta qism hamda mana shu triuголник deyiladi. Uchburchaklar. Bu narsaga erishish rosa qiyin ish va biz shuni epladik shu bemorda. Xo'p, juda chiroyli chiqqan ishlarimizdan birisi. Mana bu qo'yilgandek o'sha vaqtdagi ko'rinishi. Like bilan podpiskani yoddan chiqarmanglar. Tak, manzil Xorazm viloyati Urganch shahri Navoiy ko'cha. Bu Yandexda yozsangiz chiqadigan joy.
Tak, multi-unit abonentlar men ko'p takrorlaydigan narsam va ko'pchilik implantologlar, ayniqsa yosh implantologlar mana shu joyini umuman ahamiyat bermaydilar va bilmaydilar. Shu joyini bilishlari uchun tavsiya sifatida ayta olaman. Давайте multi-unit bilan ishlash kerak har doim. Vintovoy fiksatsiya qilish kerak. Sement yordamida qotirish to'g'ri ish emas implantning ustini, koronkasini. Tushundingiz deb o'ylayman. Tak, bu ketdi. 3D modellar yordamida bu ishni yetib kelgan holati. Implant nima? Tak. To'g'risi uxlamaganim bilinib turibdi. Xori bo'libman. Xo'p, hurmatsiz deb yo'ymaysa, o'tirib dars o'tganimni. Implant mana shu dish ildizi. Bu haqiqiy dish bo'lsa, implant deb mana shu dish ildizi aytiladi va Shaymanda. Mana shu qism aytiladi. Ya'ni koronkasi implantning ichida bo'lmaydi. Mana shu qism implant deyiladi. Mana bu qism koronka deyiladi va o'rtada ularni ulab turuvchi vosita abonment deyiladi. Abonmentni yaxshisidan foydalanamiz. Bu qimmatga tushsa-da, endi bemorni uzoq muddatda foydali hisoblanadi bemor uchun. Masalan 5 yildan keyin, 6 yildan keyin yo 10 yildan keyin qayta murojaat qilgan vaqtda abonmenti sifatli bo'lsa, qayta servis ko'rsatish mumkin bo'ladi. Agar abonmenti sifatsiz 5-10 dollardan qiynalgan bo'lsa doktor, bu vaqtida уже doktor ham qiynaladi, patsient ham qiynaladi. Shuning uchun biza uzoqni ko'zlagan holatda abonmentni sifatlisidan, implantni yaxshisidan va koronkani ham yaxshisidan qo'yamiz. Shu narsalarga ahamiyat beramiz. Keyin masalan sizda 3 dona dishingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, 3 dona implant qo'yish shart emas. Ya'ni mana bu holatda 2 dona implant qo'yib, 3 dona koronka qo'yish ham mumkin. 3 dona koronka alohida qo'yilgan, 2 dona implantni ustuna. Bu yaxshi resheniyalardan birisi. Endi oddiy tushunmaganlar uchun tushuntirish maqsadida. Endi implantatsiya jarayoni qanday kechadi? Mana shu o'ng tarafdagi holatni, sxemani, og'izdagi ko'rinishini bir ko'rib chiqamiz. Ketdik. Masalan, mana shu joyda 2 dona dish, 3 dona dish yo'q. 3 donami, 2 donami dish yo'q bo'ladigan bo'lsa, anesteziya qilinadi, og'riqsizlantiriladi. Mahalliy soha bemorni uxlatib qo'ymaydi yoki narkoz qilinmaydi. Shunday kesiladi va ularga keyin implant joylashtiriladi. Implantlarning joylashuvi va keyin bog'lab tikib qo'yiladi. Bo'ldi. 2 oy kutiladi. Oddiy implantlarda 2-3 oy kutiladi. Agar yaxshi implant qo'ydirilsa, ya'ni 400 dollarlik implantlarimiz bor, 350 dollarlik implantlarimiz bor, 500-550 dollarlik implantlarimiz bor. Bu vaqtida ularda 1 oy ichida ham nagruzka berish mumkin va hatto ba'zilarini 1 kunning o'zida, ya'ni o'sha kunning o'zida dish qo'yib berish imkoniyatlari mavjud. Bu implantni yaxshi ekanligini, yaxshisidan tanlansa qilinadigan amaliyotlardan birisi. Ketdik. Keyin 2-3 oydan keyin esa tikilgan joy qaytadan ochiladi va milk shakllantirgichlar qo'yilib, keyin yana bemor 10-15 kunga yuvariladi. 10-15 kundan keyin esa qolip olib, shura dish qo'yib beriladi. Farruxon savol yapti. Misol uchun arzon implant qo'yilgandan keyin 1-2 oy kutish kerak dedingiz-ku. Lekin yaxshisi, kachesi yaxshilarini qo'ysa 1 kun o'zidan qo'ysa bo'ladi. Lekin baribir buni qo'yajak vaqtda milk kesiladi. Keyin tikiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin misol uchun qimmatini qo'ydingiz, baribir milk kesildi, tikildi. Yetish uchun baribir uni vaqt kerak. Organizm bir kunda o'yinni qo'llashtirmaysiz. Ya qimmatni qo'yganini boshqa bo'lmi? Shuni nima izoh berasiz bir kunda qo'yish? Qaranglar, bir kunda qo'yish masalasi milkni baribir kesib ochiladi va bir kunda kesib ochilgandan keyin uni u joyi tikiladi. Lekin bizda eng qiziq joyi bu tikilishi va tikilgan joyning ko'rinishi yoki qonashi emas. Qiziq narsa. Muhim narsa va ko'rinish uchun qo'yiladi.
временный koronkalar. Eng asosiy bir kunda qo'yiladigan временный koronkani maqsadi estetik jihatdan chiroyli ko'rinish uchun. Va bu vaqtida agar dish qo'yilsa, na ko'rinmaydi. Shovni materiallar tikilgan joylar bilinmaydi. Va og'iz ichidagi rana, ya'ni milkni kesilgan joyi bir kun, 2 kundan bitish xususiyatiga ega. U tikilgani katta ahamiyatli emas. Muhim narsa dishni qo'yilganligi. Tushuntirdimmi? Qimmati yaxshi o'rnashib. Yaxshi o'rnashib bilganning hisobini ustiga koronkani tez qo'yiladi va ba'zi joylarda shuni shu kunisi boshlab chaynab boshlash ham uni zarar yetkazmaydi. Shu kunisi. Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, implant nima o'zi va qanday yasaladi desangiz, materiali Amerikani metallarga ishlov berish sifat nazorati bo'limi degan bir tashkilot bor, ASTEMdan. Va o'sha firma tomonidan sertifikat berilgan metallargagina implant yasash mumkin. Va barcha Koreyadagi implantlar ham, mirovoy implantlar ham metalni sertifikati bo'lmasa implant ishlab chiqara olmaydilar. Ularga litsenziya berilmaydi, sertifikat berilmaydi va ular o'z-o'zidan xohlagan joydan material topib implant yasab bilmaydilar. Ya'ni yasalish va materialni xarid qilishgacha nazorat ostida olib boriladi implantlar. Men o'zim ham Koreyaga borgan vaqtimda shu yerdagi sharoit, sterillikni ko'rib xursand bo'lganman. Zo'r rostdan ham yaxshi sharoitlar bor. O'zbekistonda ham ishlab chiqarish mumkinmi desa, mumkin, aslında mumkin, lekin bilmadim. Vaqtida ishlab chiqarilgan, hozir ishlab chiqarilmaydi. Chunki O'zbekistonni reputatsion jihatdan implantlarini eksport qilish qiyinroq. Ya'ni O'zbekiston unga ixtisoslashmagan. Koreya bo'lsa, Koreya ancha oldinlab ketgan. Bir vaqtlari Yevropani firmalari Koreyani egallagan. Shu yerda ham ishlab chiqarganlar, ham sotganlar va ham shu implantlar qo'yilgan va koreyslar bu narsani tez o'zlashtirib olganning hisobiga yo'q. Nima desam ekan? Hozir Yevropa va boshqa davlatlarning implantlari Koreyadan to'liq chiqib ketgan. Zararda. Va hatto ba'zi paytda implantlarni O'zbekistonda ishlab chiqargandan ko'ra O'zbekistonga kiritish ancha arzon tushayotgan bo'lishi ham mumkin. Shu jihatdan Yo'lda ishchi kuchamasdan arzon bo'ladimi? Neda? Koreya, Xitoy ikisidan Xitoyda. Yo'q, Xitoyda arzon, Koreyada qimmat ishchi kuchi. Lekin bu yerda asosiy robotlar ishlaydi bularda. Hamma narsa robotizatsiya, avtomatizatsiya qilingan. Misol uchun berakka ochilgan bo'lsa, u zararni qoplab foyda olishguncha ko'p vaqt ketadi, lekin o'shalar foyda chiqib qoladi. Inasan savol. Ikkidan implant bor. Deyarli narxlari bir 200 ming so'm farq etadi birsi-birsidan. O'zbekistonniki va Koreyaniki. Qaysini qo'ydirgan bo'lar edi? Qaysi birisi qimmat? Shu Koreyaniki qimmatroq, 200 ming so'm qimmatroq-da. 200 ming so'm atigi. Koreya. 500 ming so'm bo'lsa-da. Koreya. 1 million so'm farq etsam, ben Koreyani qo'ydirasan. Sababi nima uchun desa, baribir bizdan o'zlarimiz borgan gumona, shubhaga boshqa davlatlar ham boradi, O'zbekistonda o'zi ham boradi. Va lutshi har kimni o'z kasbini egasi qilgani yaxshi degan nima. Agar mikrofon kerak bo'lsa beraman. O'zi spirinni darishda o'ylamayapmiz. Yine implant og'riydimi degan savol bor. Implant qo'yganda og'riydimi degan. Implant qo'yganda og'rimaydi. Agar juda ham sложный va qiyin vaziyat bo'lsa va bemorimiz narkotik modda qabul qilgan bo'lsa va turli xil anestetiklarni turli xillarini qabul qilgan bo'lsa, bu vaqtda bo'lish ehtimolligi bor, lekin shundan og'rimaydi deb o'ylayman. Biz uning holatlari deyarli duch kelmayapmiz. Sababi implantatsiyada ishlatiladigan dori vositalari go'shalligi uchun tez og'riqni qoldiradi va mahalliy sohani do'ndirib tashlaydi. Birinchidan, ikkinchidan suyakni o'zi og'riq sezadigan retseptori yo'q. Hammasi nerv yo'q. Hammasi milkda joylashgan. Biz ham milkni anesteziya qilsak, etini
anesteziya qilsak, og'riqsizlantirsak bo'ldi. Suyakda drilling o'tkazgan vaqtda suyakda og'riq kuzatilmaydi. Milk va milk osti, ya'ni suyak usti parda degan narsa bor. Shunda joylashgan hamma nervlar. Va ular bizga kasb ochgan vaqtda umuman og'riq sezmaydi. Nechga narkotik moddalar qabul uning vaqtida bo'lib qayta og'riq Narkotik. narkotik keyin antiseptik bir moddalarni qabul etgan bo'lsa og'riq kuchayadi dedingiz-ku. Yo'q, unda ta'sir etmaydi. He, ne ta'sir etmaydi? Bizning ukolimiz ta'sir qilmaydi. Narkomanlari ta'sir qilmaydi. Ularda чтобы bu doza yetmaydi. Yetarli bo'lmaydi. Lekin ba'zida narkomanlar даже shunday bo'ladi. Yo'q, qo'ydiradi. Shunday bo'ladi, ular bu og'riq hech narsa emasda. Ba'zida shunday ham bo'ladi. Ya korkmay basalar deydi ular bor. Tak, ustiga qanday tish qo'yiladi? Implant qo'yilgandan keyin ustuna metalokeramika yoki sirkoniy dioksid tishlar qo'yiladi. Bular birsi metalli, birsi metalsiz dish hisoblanadi. Lekin ikkisining ham rangi oq bo'ladi va tabiiyga yaqin qilib tayyorlanadi. Birinchi keysda ko'rganimizdek. Keyin implant zanglamaydimi degan narsa bor. Implant zanglamaydi. Implantni yuzasida kislorod bilan yoki boshqa narsa bilan birikadigan modda yo'q. Organizmdagi qon bilan reaksiyaga girishmaydi va shuning natijasida implant zanglamaydi. Implant temirdan yasalgan bo'lsa yoki boshqa narsa, boshqa metallardan yasalgan bo'lganida ehtimol u korroziyalangan va durmagan bo'lar edi. Implant hech qanday reaksiyaga girishmagani uchun u zanglamaydi va organizmda uzoq yillar xizmat qilib beradi. Uxlatib qo'yasizlarmi? Yana savollar shu, lekin uxlatib qo'yilmaydi. Ba'zi holatlarda uxlatib ham ishlash mumkin, lekin bizning amaliyotda hozirgi kungacha uxlatib immunodori bilan uxlatib operatsiya qilmaganmiz. Lekin operatsiya qilishimiz davomida bemorlarimiz o'zini yaxshi, qulay his qilganligi uchun operatsiya davomida uxlab qolganlari bor. Kamida 2 keysni aytib bilaman. Va bo'ldi zamonda ko'zimni endi ochdim deganlar ham bor. Yani onu og'riq sezmay, просто dam olib uxlab qoldi. Biza ya vaqtini ko'pincha qo'shiq qo'yib operatsiyani qilamiz, chunki 1 soat davom etadigan bo'lsa, masalan, qo'shiq eshitib ishlagan yaxshi. Patsientlar bu qo'shiq Alloh aytgandek bo'ladi va o'zini yaxshi his qilgani uchun uxlab ham qoladi. Tak. Qayerda klinikalaringiz bor, filiallaringiz bor desa, 2 dona filialimiz bor Urganch shahrida. Birinchisi yine hozirgi Navoiy ko'cha, mana shu rasmdagi joy, Gorodskoy bolnitsani yoni Urganch shahrida. Tak, yana bunday Shoshilinch bolnitsani orqa tarafi desak ham bo'ladi. Shu yerda joylashgan 7-avtobusning marshrutini kelib tushadigan yeri. Tak, Navoiy ko'cha 85 deyiladi. Yana bir filialimiz bor, bu Farruh Dentalning birinchi ofisi. Bu eski hammom yonida, Ko'naboni yonida hisoblanadi. Shu yerda joylashgan. Tak, 2 joyda ham operatsiyalar bo'lib o'tadi. 2 joyda bemorlar eng birinchi shu Ko'naboni yana borib, rengina tushib, keyin bizlarga murojaat qilishlari tavsiya qilinadi. Keyin yana bir zo'r savol, o'zimni deyishimga qo'shib implant qo'ydirsam bo'ladimi? Yo'q, iloji boricha bunday ish qilmaslik kerak. Agar ustasi va kasbni egasi tushunadigan odam bo'lsa, bu ishni qilmaydi. Qilish uchun ba'zi bir ko'rsatmalar bor, bu pulli kurslarda aytib o'tilishi mumkin. Bizning hamkasblar o'rtasida aytadigan narsalarimiz bor, lekin odatda tavsiya qilinmaydi va bunday ish qilish kerak emas. Chunki buni yasidon texniklar boshqacharoq bilimga ega bo'ladi va shu bilimni ishlata oladigan texnik bo'lsa, qo'shib ishlash mumkin. Sabab nima desangiz, odamni tabiiy deyishimda amortizatsiya xususiyati bor. Implantda bo'lsa mixdin joylashadi, u hech qachon amortizatsiya bermaydi. Bundagi agar qo'shib tayyorlansa, bundagi mikro harakatlar implantni sekin-sekin qo'zg'atadi va tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ketdik. Mana bu keys yaqinda qilgan o'zimizning keysimiz. Bemorda yuqori joyda
bemorda yuqori jag'da dishlari bor edi. Dishlarni olib tashladik. 4-5 dish bor edi. Ularni olib tashladik va 4 tane implantni yani aytgandek burchak ostida aytdik va ustuna временный koronka qo'yib berdik. Taxminan 3 kundan keyin pastki jag'iga esa 5 kundan keyin implant qo'ydik. 6 dona implant qo'ydik. Bularning hammasi $300 implantlar tarkibida kalsiy saqlaydigan, tez zajivleniya bo'ladigan implantlar hisoblanadi. Tak, bu implantlarning 3D rentgenda operatsiyadan keyingi tasvirlari. Bizning o'zlarimizda 3D rentgen diagnostika borligi uchun bemorlarimizni ba'zi holatlarda besplatno posleoperasionniy kontrolniy rentgen qilib olamiz. Bepul bo'ladi. Hammaga emas, lekin sложный ishlarda, katta ishlarda shunday ishlarni qilib qo'yamiz. Ham bizning ana shunday кейslarimizda yordam beradi. Implantlar qanchalik suyak ichida chiroyli joylashganligini ko'rishingiz mumkin. Tushunmasangiz keyinroq darslarda tushunasiz. Bu nimani ko'rinishi, ya'ni временный koronkani 3 kundan keyin qo'yib berilgani. Endi tasavvur qiling, dishingizni oldik va 3 kundan keyin sizda yana qaytadan dish bor, implant qo'yilgandan keyin. Ya'ni siz diskomfortni deyarli his qilishga ulgurmaysiz. Tishsizlikni his qilishga ulgurmasligingiz mumkin. Sirasiz dish qo'yiladi. Bu vaqtincha dish 3 oymi, 2 oymi turadi. Shundan keyin bular olib tashlanadigan doimiy metall keramika yanada chiroyli va yanada mustahkam qilib qo'yib beriladi. Pastki jag'dagi dishlarning holati operatsiyadan keyin tikilgan holati shu kungi rasmi. Bom yaxshi chiqdi ancha. Suyak kam bo'lsa ham implant qo'ysa bo'ladi va kamroq bo'lsa iloji boricha kamroq implant qo'yib, kattaroq konstruksiya qilinadi. Maksimum 12 qo'yilgan shuda. Normalniy. Tak, bemorimizda yuqori jag'iga protez qo'ydik. Pastki jag'idan suyak yo'q edi va pastki jag'iga bir amallab $400 implantdan, ya'ni Energy'dan qo'yib berdik. Va balka qo'yib, ustuna protez qo'yib berdik va onaxonimizning ishini aytib guldirdik. Dim farishtali bo'lib, yuzlari ochilishib ketdi. Nichali rahmat aytib, xursand bo'lib, bolasi ham xursand bo'lib ketdilar. Qaysi implantdan qo'ydirganim yaxshi, nerniki yaxshi desangiz, men Koreyanikini tavsiya qilaman, chunki asosan Koreyanikini qo'yaman. Nima uchun Koreyanikini qo'yasan, Germaniyanikini nima uchun qo'ymaysan desangiz, Germaniya, Shvetsiyada ham yaxshi implantlar chiqadi. Xitoyda bilmayman, qo'yib ko'rmaganman Xitoy implantini. Va Koreya dunyo bo'yicha men uchun nomer 1 implant chiqarish bo'yicha. Boshqa firmalar, yaxshi firmalar ham bor boshqa joylarda, lekin baribir Koreya boshqacha. Balkim borganim uchunmi? Tak, Ostem va uning ustunligi nimada edi? Narxi arzonroq chiqadi, $250-300 bo'lib chiqadi. Zamonaviy bo'ladi, tez zamonaviy bo'ladi. Yangilik, masalan, kalsiy qo'yish kerak bo'lsa, kalsiyga o'ta oldi. Rezvan uzaytirish kerak bo'lsa, qo'lidan kelgancha bo'li uzaytira oldi. Qo'yishda naborlari juda qulay. Bu men uchun eng muhim joylaridan birisi. Chunki implant qo'yayotgan vaqtida na bemor bezovta bo'lishi kerak, na vrach bezovta bo'lishi kerak. Shuning uchun hech kim bezovta bo'lmaydigan narsa nimaga bog'liq desangiz, implant qo'yadigan uskunaga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun yaxshi uskunalari Ostem qulayligi bilan oldinda. Megagen firmasi esa unchalik ham menga nabori yoqavermaydi. Juda go'zal deb ayta olmayman. Keyin kompaniya ishonchli va dunyo bo'ylab keng tarqalgan. Masalan, Amerikada Ostem qo'ydirib kelgan bo'lsangiz, biz O'zbekistonda shuni ustiga dish qo'yib berishingiz mumkin. Yoki Rossiyada implant qo'ydirgan bo'lsangiz Ostemni, biz O'zbekistonda qo'yib berib bilamiz. Yana nima deyish mumkin? Yoki O'zbekistonda implant qo'ydirib ketsangiz, boshqa joyga borib ham shu Ostem qo'ydirgan bo'lsangiz, Megagen qo'ydirgan bo'lsangiz, boshqa joyda xuddi shu ishni boshqa vrach shu firma bilan ishlashsa davom qildira oladi. Shuning uchun Mirovoy kompaniyalardan implant sotib olaman va shularni sinalgan sifatli implantlarni qo'yib beraman. Megagenni Energy'dan foydalanaman. Anyone Energy eng zo'r sifati rezbalari agressiv va uzun bo'ladi. Shu joyini hurmat qilaman. Shuning uchun ham Megagenni tavsiya qilaman, yuqori jag'da ayniqsa.
400 va 350 dollarlik implantlarni. Men mana shu Clean Implant degan sertifikatini qarab xarid qilaman implantni. Avval Dio, Dentium, Izen ekkanman. Hozir Ostem va Megagen degan firmalardan foydalanaman. Avval 3 ta firmadan foydalanganman. Qisqacha tanaffus qilamiz. İşleringiz bo'lsa suv olib ichib kelib vaqtdan foydalanaman. Vaqtdan foydalanamiz. Suvingiz qaldimi yoki ketmang? Ovoz chiqarib ichaman. Garantiya masalasida mana shu videoni slaydda ko'rib turganlaringizdek garantiya bor va biza ishimizga garantiya beramiz. Qachonki shartlarni bajarsangiz, ya'ni tozalik, organizmni sog'ligini saqlab turishingiz va eng asosiy shu ikkisi va aytilgan vaqtda kelishingiz hisoblanadi. Lutfi biza garantiya bergandan ko'ra qilgan ishlarimizni ko'rsatib, amalda ko'rsatib, ishonchingizga kirganimiz hamma narsadan muhim deb hisoblaymiz. Chunki har tomonlama ishonch bor bo'lsa, ishimiz sifatli bo'ladi. Agar ishonch yo'q bo'lsa, qancha sifatli ishlasak ham, siz baribir gumonda qolib ketasiz va ishimiz keyin sifatsiz aylanishni boshlaydi. Garantiya degandan savoldan maqsad o'zi nima bo'lishi mumkin? İşanç bormi deyin? İşanç bormi? Dokumentlarga. Shuni biza o'zimizni qilgan ishlarimizda ko'rsatib beramiz. Aslında hech qayerda garantiya yo'q. O'tirgan joyimizdan boshqa ham garantiya berib bo'lmaydi. Hech kim hech narsaga garantiya berib bermaydi. Ayniqsa biza implantni qo'ygandan keyin sizni og'zingizda turadigan narsa uchun biza garantiya bera olmaymiz. Shunaqa joylari bor. Lekin bu yana aytib o'tish kerak. Agar misol uchun implant men qo'ydirdim deylik. Stop qo'ydirjakman. Lekin boshqa birovlar garantiya falan deb aytib turibsiz. Men birovni og'ziga garantiya berib bilman deb turibsiz. Birinchi masala bu bizani ko'rib turgan odamlar o'ylashi mumkin. Значит, Farruh Abdurahimov o'zini ishine javob bera olmaydi. Ishonch yo'q. Ikkinchi masala esa misol uchun aytib o'tib ketishingiz kerak deb o'ylayman. Misol uchun novu ishlarni aytib tursa, siz chestni garantiya berib bilasiz. Misol uchun vaqtida yana kelib ursa, yuvib ursa, keyin sizni denizda aytib yaxshi qarab ursa, bunda garantiya bormi? Implantni o'zine işte Ostem va Megagen kompaniyalarining o'zini 2 yil garantiya beradi. Tak, juda ham ajoyib savol. Birinchi boshdan boshlaydigan bo'lsak, garantiya degan so'z bu marketingviy instrument. Ya'ni yangi ish boshlaganlar garantiya beradi, tajribasizlar garantiya beradi va pulga muhtoj bo'lgan odamlar garantiya beradi. Ular Bu to'g'ri. javob dedi. Chunki bugun yig'ishtirib oladi. Hosil bugun bermaydi hosil. Ya bo'lmasa jo'jalar o'ladigan bo'lsa kuzga borib sanash kerak bo'ladi. Kuzgacha u aborotini qilib oladi-da. Kim garantiya beradi? Mashinnik garantiya beradi. Garantiyani katta berib turgan shaxs bu mashinnik. Oddiygina firibgar beradi. Aslında bu narsani farqlab olish kerak. Garantiya berdimi? Sen nishatib tibbiyotda o'zi garantiya o'zi yo'q. Mumkin emas, iloji yo'q. Bu birinchi tomoni. Endi o'zingning ishingga ishonmaysanmi degan joyi bo'ladigan bo'lsa, o'zimning ishimga ishonch borligi va qo'limdan kelgan narsani shuning uchun ko'rsatib turibman. Va ba'zilari eski ishlar bilan va shu bemorlar nima uchun bizlar 3 yil 5 yil o'tib yana ham kelib turibdi? Demak, ular tanasinda, o'zida his qilib ko'rdi. Ishondi. Dakansa ishongani uchun yana qaytadan murojaat etib, masalan, avval 3 ni qo'ydirgan bo'lsa, endi 5 ni, 6 ni va bolalarini, qizlarini yo opa akasini dish qo'ydirib turibdilar. Nima uchun bo'lishi mumkin? Qanday qilib ular nima uchun ishonadi? Men ular ham garantiya bermayman. Hech kimga garantiya bermayman, lekin menda implant qo'ydiradilar. Nima uchun keladi? Demak, ularning ishonchi bor. Umuman olganda ishonchi yo'q shaxsni ishonchini har qanday so'z bilan yoki va'da bilan olib bo'lmaydi. Va ishonchi bor bo'lgan shaxsga ortiqcha gapni hojati yo'q. Garantiya degan so'zlar prosta garantiya beraman deb og'zimdan chiqib ketishi mumkin. Men pullar zarur bo'lsam, xuddi shu ishni aytishim mumkin. Hozir Xudoga shukr bu narsa bo'yicha muammo aytmayman, gapirmayman.
Hamma o'zi tushunib oladi. Yaxshi yomonni ajratish uchun ham zo'r instrument bu. Garantiya bormi desa, bor, zo'r garantiya. 100% отличный bo'ladi dedim, уже u odam yonidan ketish kerak, uzoqroq yurish kerak. Opasno. Navodir bor. Muammo bor. Endi kompaniya necha yil garantiya beradi desa, kompaniya umrbod garantiya beradi. Bu implantlar bir umr xizmat qilishi uchun mo'ljallangan. Chunki 2000-yil, 98-yil ishlab chiqarilgan va qo'yilgan implant hozirgi kungacha nazorat ostida. Masalan, Koreyada shunday bir inson bor, yuqori jag'ini ham, pastki jag'ini ham adashmasam, implant qo'yilgan va o'sha implantlarni har yil tekshirtiradi. Har yil borib rentgenga tushadi, har yil ko'rikda bo'ladi va o'sha implantlar 25 yil bo'ldiki, kamida 25 yil bo'ldiki, hamon xizmat qilmoqda. Ravon, yaxshi xizmat qilib turibdi. Bu degani umrbod ham xizmat qilishi mumkin. 25-30 yil ham oz vaqt emas. Va shu vaqtgacha muammo bo'lmadimi? Endi muammo bo'lishi endi gumon. Qiyin endi. Yana bir narsa, organizm umumiy yaxlit sistema. Uni faqat dishni avaylash orqali implantning umri uzayib qolmaydi. Polniy organizmni yaxshi saqlash kerak. Sahr bo'lmaslik kerak, asabni asrash kerak, normalniy ovqatlanish kerak, masalan, issiq sovuq masalasida. Bugun bir bemor kelib turibdi, milklar qizarish, tishlar qimirlash, ahvol yaxshi emas. Prosta implant qo'yishni ham tavsiya bermadim. Protez qo'yishni ham tavsiya bermadim. Menimcha men siz bilan ishlasha olmasam kerak dedim. Sababi yoshi katta bo'lishiga qaramasdan disipliniya yo'q, intizom yo'q, o'ziga nisbatan hurmat ham yo'q. Qaysi ma'noda? Buzning suvini hozircha ichadi. Yo'rin turtib milklar qip-qizil. Bunday shaxslar bilan ishlab, men 1000 garantiya bersam ham, men 1000 zo'r ishlasam ham befoyda. Tak что qanday saqlash kerak? Odam o'zini saqlashni avval o'rganib olishi kerak. Shunda boshqa joy organlarini ham hamma joyi yaxshi, sport bilan zanimatsiya qilsa, o'zini ehtiyot qilsa, yeb ichadiganini qarasa, mineral, tuz va hokazolarni kontrolini qisman hech bo'lmasa qiziqib aralashib yursa, ratsionni to'g'ri boshqarsa, bu insonning ham umri uzoq bo'ladi, ham og'zida implantlar ham uzoq vaqt turadi. Va gigiyena jihatdan ham uyda o'zi yaxshi qarashi kerak implant qo'yilgandan keyin. Va bizda yana professionalniy chizga yoki hatto professionalniy ko'rikka kelib turishi kerak. 6 oy 1 yil. Bu juda katta narsa emas bu. Keladi, ko'rinadi. Xulosalarimizni so'raydi va ketadi. Mabodo birorta o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, biz uni ertaroq aniqlaymiz va hal qilamiz. Shunaqa. Bir savol keldi. Misol uchun dishadaylik bir dona implant qo'ydingiz. Yuqori jag'ami, pastki jag'ami moshni etib, cho'tkatib qo'yildi, eng zo'ri o'rnashdi. Lekin vaqt o'tishi bilan misol uchun shu bemor dishini qaramadi, milkini, boshqasini, misol uchun yondagi implantni yondagi dishga tushishi mumkin. O'zi вообще-то endi bo'lishi mumkin emasdir. Hamma dishi tushib qoldi, bir dona implant qoldi. Implantni bir dona o'zi yolg'iz qolishi uni joyi o'zgarishini ili bu implantni tushishine sabab bo'lib bilammi? Ya implantni bir o'zi tursa ham duraveradi misol uchun og'izda. Odatda implantni go'chi, bir dona implantni go'chi o'zimizni tabiiy 3 dishimizdan dang yoki undan ziyodroq go'cha ega bo'ladi. Quvvat jihatdan, suyak bilan yopishib turish jihatdan. Va deylik, sen aytgandek vaziyatdan bo'lib, barcha dishlar to'kilib ketdi va bir dona implant qolsa, tushishi ehtimolligi ortadi, sababi chaynov 100% shorqal aylanadi. Ya'ni u 30 ya 28 dona dish deb hisoblasak normal holatda. Qolgan 27 dishning vazifasini ham u bilan kontakt yoki shuni bo'ynuna tushadi. 27 dishning vazifasi shuni bo'ynuna tushadi. Bu vaqtda implantning xizmat qilish muddati o'rtacha yoki odatda 30 yil bo'lsa, u 27 barobar qisqaradi. Umri. Chunki 27 dona dish uchun xizmat qiladi o'zidan tashqari. Bu vaqtda обязательно uni nagruzkasi oshib 1-2 yilda tushib ketishi mumkin. Значит, implant qo'ydirgandan keyin implant cho'tki bo'lsa ham yonidagi dishlar ham implantning narsasini javob beradi. Yordam beradi, yordam beradi. Implant ular implantga yordam beradi.
va og'iz bo'shlig'ida umuman yaxlit sistema deb qaraymiz, ya'ni butun sistema deb qaraymiz va butunlik buzildimi? Tasavvur qil, kema bor va kemada yachak bo'lib turibdidan shuni bir yachagi buzildi. Bu qolgan 99 dona yachagi butun ekanligining ahamiyati yo'q, u baribir cho'kishi mumkin. Ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir ko'rsatadi. Butunlik buzilyaptimi? Hammasi birsi-birsidan bog'liq. Shuning uchun ya aytgandim, masalan, dish yo'qligi oshqozonni kasalligi ichakka, ichakning kasalligi qon o'tadi. Qonning kasalligi o'pkaga, yurakka boradi va tasavvur qil, bir dona dish kasalligi uchun butun organizm kasallanib o'lib ketishi mumkin. Opasniy narsa. Bemorlarni tanlaymiz. Yangi aytganimdek, hozir elektron filtrdan o'tkazamiz va hamma bemorlar bilan har doim ishlayvermaymiz. Biz saylab ishlaymiz. O'zi quvvatimiz juda katta emas. 2 dona filialimiz yoki 3 dona filialimiz bo'lishina qaramasdan biz bemorlar bilan tanlab munosabat qilamiz. Uni o'zina nisbatan munosabatini ko'rgan holatda biz uni hurmat qilamiz. Agar o'zina nisbatan hurmat yo'q, uzr deymiz. Pul ahamiyatli narsa emas. Pulga qarab emas. Pul ahamiyatli narsa emas. Misol uchun men implant qo'ydirjakman. Men menga siz implant qo'yib berishingiz uchun men aytishim kerak bo'lgan yoki aytmasligim kerak bo'lgan 2 yoki 3 narsani sanab bering qisqacha. Hamma narsani bizdan ko'rishi kerak emas. Sen aybdorsan deb, yo bo'lmasa men pulingni oldim, davay sen implanting turishi kerak, majburiyatlarni hammasi 100% bizda emas. Qarab yurishi, boya aytgandek, majbur. Ham gigiyenik jihatdan, ham organizmning umumiy jihatdan. O'zimcha uning klient bilan только stomozlik menimcha hech kim kelisholmaydi. Aslida o'zini hurmat qilmagan inson bilan hech kim kelishishini o'zi xato. Shuning 2-3 jihat shuni ichiga kirib ketadi. Hozir bu haqida to'xtalamiz. Kimlari umuman implant qo'yib bo'lmaydi. Tanasida surunkali kasalliklar va jiddiy kasalliklari bor bo'lgan bemorlar bilan qandli diabetni 11 va undan yuqori darajasini, reumatoid artrit kasalliklari, revmatik kasalliklari bor bo'lgan bemorlar, sil kasalliklari, tuberkulyoz kasalliklari, ayniqsa suyakda uchraydigan tuberkulyozlar ham mumkin emas. Necha soat bo'ldi? 1 soatdan o'tibmiz. Shu charchadim axir. Qon biriktiruvchi to'qima kasalliklari, asab tizimi, ruhiy kasalligi, shizofreniya, epilepsiyasi bor bo'lgan bemorlarga qo'yib bo'lmaydi, chunki operatsion stolning o'zida vahimani boshlab qo'yishlari mumkin. Odamga tashlanishi mumkin. Ruhiy kasalligi bor bo'lgan bemorlar ham qo'yilmaydi. Yuz jag sohasida xavfli o'smalari bor bo'lgan bemorlar ham qo'yilmaydi. Xavfli o'sma bo'lsa, xavfsiz o'smalari bor bo'lgan bemorlarga men implant qo'yganman. Kimlara mumkin emas, hozircha degan joyi bor. Hozircha degani men o'zim qo'shganman, ya'ni ma'lum bir kasalliklari bor yoki ma'lum bir xarakterlari bor bo'lgan bemorlar bor. Ularga implant bugun qo'ymaymiz. Например, bugun aytgan bemorga o'xshab. Sizni implantni ham qo'ymaymiz, sizni davolamaymiz deb aytaman va ular nimanidir o'zgartirishi kerak. Birinchidan, og'iz bo'shlig'i gigiyenasini yaxshilashi kerak, ikkinchidan ratsionni to'g'irlashi kerak va uchinchidan sovuq suv bilan aloqani uzishi kerak. Agar shu ishlarni qilib, hafta 10 kun disipliniya saqlab, yana murojaat qilsa, men holatni ko'ramandan ular bilan ishlash ehtimolligim oshadi. Agar hayoti davomida rostdan ham polni tashab, shu xarakterlarini sog'lom hayot tarzini o'tsa, biz u bemor bilan dokonsa ishlashamiz oxirigacha. Bemor o'zgartirsa bo'ladigan sabablar. O'zgartirsa bo'ladi. Bularni masalan, homiladorlik va laktatsiya deydi, emiziklilik davri. Bu 1 yil 2 yil uzoqi. 2 yildan keyin u to'xtatadi emizishni va uni u vaqtida implant qo'yishimiz mumkin. Ba'zi holatda bu holatlarni istisno qilganmiz bemorning iltimosiga ko'ra. Ya'ni bemorning bolasi bor, 1 yoshli, hali yana 1 yil emizishi kerak. Menga implant zarur dedi. Men chaynashim kerak ovqatimni dedi. Qo'yib berasan dedi. Mumkin emas desam, qo'y, men o'zim javob beraman dedi. Va biz implant qo'ydik va yaxshi natija oldik. Zo'r bo'ldi, bitisham, durisham, boshqa narsasi. Istisno qilish mumkin ba'zilarni. Kasbiy faoliyati nuqtai nazar. Siz qaragangiz, misol uchun qo'yilishi mumkin bo'lmagan odamlar bor deb tursiz. Misol uchun shunday odamlarga qo'yilsa, buni menimcha
Sebep hem demonstrashnik bo'lmasa kerak, что o'lib ketmidi-ku, to'g'rimi? Yo'q. Bu yerda Просто nima uchun implant mumkin emas? Bemora zarari jihatdan emas. Aslida implantga zarar yetadi. Implantatsiya muvaffaqiyatsiz kechadi va implantatsiyani muvaffaqiyatsizligini orqasida vrachning sha'ni, obro'si yotgan bo'ladi. Biz o'zimizni ehtiyot qilishimiz uchun qo'ymaymiz aslida. Lekin implantatsiyani muvaffaqiyatsiz o'tishini orqasida bemor bilan munosabat albatta buziladi-da. Hatto bir retsatsiya ham bo'ladi ekan. Ya'ni misol uchun ko'plar ish kasalliklari qo'yib bo'lmaydi desa, misol o'sma bor deydi, qo'ysiz o'sma bor deb o'lib ketaman deb o'ylaydi ular. O'sma mutlaq qarshi ko'rsatma. Ularga qo'yilmaydi baribir. Iminin periodontit deydi masalan, yiringli kasalligi bor og'zingda, uni 10 kun davolanadi. Davolangandan keyin implantini qo'yib berish mumkin. Gigiyenasi yomon. Dashlar boylab yotibdi. Og'iz bo'shliq ahvoli yaxshi emas, kasal ishlari ko'p. Ularni olinadi va izini implantatsiya qilish mumkin. Masalan, 1 oy 2 oy ichida. Bu doshlanishni odamga gap chiqadi o'zi o'g'a. Boshqa tema. Hali vaqtni yo'qotamiz. Yo'q, kerakmaydi. Tak, saqlashni odatning yo'q. Sigaret chekish masalan. Sigaret shu daraja yomon narsaki, suyankning rangini o'zgartirib tashlaydi nikotinga. Juda yomon narsa. Men o'zim kashanda implant qo'yib berganman va u kashandani suyagi implant qo'yadigan zonani qarasam, uje sog'lom odamnikidan juda yomon ta'sir yetkazadi. Saraybotdi. Ichkaridancha o'tib ketgan. Mana shu turdagi analizlarni topshirish bemorlar uchun foydali hisoblanadi va biza gemoglobin 90 dan past bo'lsa, gemoglobinni ko'tarib keyin qo'yish tavsiya qilinadi. Gepatit B si mavjud bo'lsa implant qo'yish mumkin, lekin bu oldindan bilganimiz yaxshiroq, chunki biza o'zimizni ham himoya qilamiz, bemorni ham himoya qilib ishlashimizga to'g'ri keladi. Buni men chaqsam aytganingizdek, bu kasallik yuqishi oldini olish maqsadida. O'it spid bemorlari qo'yish tavsiya qilinmaydi. Qo'ymaymiz ham, ehtiyot bo'lamiz, qo'rqamiz. Men o'zim ham xavotir olaman va buni xo'p, bu bemorlar boshqachami desa, qo'yish mumkin qachon? O'it kasalligi bo'yicha infeksion больницада o'zini stomatologlari bor. Ular обязательно ro'yxatda turadi va u bemorlar ham implant qo'ydirish huquqiga ega, lekin maxsus sharoit, maxsus joyda, maxsus shaxslar tomonidan. Har qanday klinikada emas va ular har qanday klinikada davolanishi o'zi xatorak bo'ladi. Ular ro'yxatda turadi. Yurishi xatorak. Yo'q, yurish emas. Ular ham oddiy odam, no prosta ular ro'yxatda turadi va bunday o'it kasalligini tarqatgan bemorlar jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zinda borligini bilib turib, eshitgan bo'lsangiz shunday. Xo'p, qondagi kalsiylar. Yo'q, lirik chekinishib qo'yaraylik. Yo, men o'lib ketamanmi, boshqalar ham o'lib ketishi kerak degan, что bu ruhiy nalari bo'ladi deb eshitganman. Shuning ham yo qonni shpirtslar bilan odamlarda kerakmaydi. Что bir qo'yinglar o'zlaringiz uchun, o'zlaringizni asrang. Yo'q, biz ehtiyot bo'lamiz va biz bunday bemorlar bilan ishlamaymiz va ishlashni o'zi xato va bizlarga murojaat qilmaydi. O'zi yana bir narsa aytaman. Biz spidni spid centerda tekshirtiramiz yoki boshqa analizlar boshqa joylarda tekshirilgan taqdirda bemor darhol ro'yxatga olinadi. Mabodo bilmadi. Любой bir bemor keldi, biz analiz yuboramiz. Yuborgandan keyin aniqlandi qonda. Biz hali operatsiya qilmadik, boshqa qilmadik. Unga aloqaga chiqadilar, uni nomerini topadilar, uni pasport danilari, polniy adres bo'yicha shuning gruppa tashkil qilinadi va OITS bo'yicha gruppa yo'lga chiqib uyinacha boradi. Uni ayolini tekshiradi. Erkakni kontaktdagi shaxslar ham, ayolni kontaktdagi shaxslar ham sirazi aniqlanadi va hamma epid markaz sifatida qaralib, hamma nazorat ostiga olinadi. Men OITS haqidagi kontentimni ko'rganmisiz? Kerak emas. Yo'qotib qo'ymaslik uchun TikTok, Telegram, Instagram hamma joyda Farruh Dentalni o'zini nolari bor. Profillari bor. Sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi kontentlar chiqadi. Saraton keltirib chiqarmaydi va bir oyda har oy dunyo bo'yicha kamida 1 million dona implant qo'yiladi. Bu rasmiy ma'lumotlar. Norasmiy ravishda qo'yiladigan implantlar undan ham ziyodroq. Suyak turlari.
Suyanakning o'zi har xil turlari bor. Tak. Lutchi bu mavzuga to'xtalmaymiz. Oqshomgi reelsni ko'rib olganlaringiz yaxshiroq. O'zi rostdan oqshomgi videoga yo'naltiravering, ba'zi bir uzun temalarda. Nechta implant qo'yish kerak? Qisqa qilaman 6 yoki 4 dona implant bilan vaziyatdan chiqib turibman. Hozirgi kunda 6 dan ziyodini deyarli qo'ymayman turibman. Shu xulosa. Mana shunday qilib 4 ta most qilib ishlash, ya'ni 4 bo'lak qilib ishlash bu idealroq yechim, lekin hozir multi unit abatmentlar, ya'ni yaxshi abatmentlar chiqqani uchun hech qanday ahamiyati yo'q bu narsani qilishni. Kerakli joyi ham yo'q. Menga hozir chiqadi sxemasi. Qanday qo'ymaslik kerakligini ko'rdingiz, oqshom ham aytganman. Yarminni, ya'ni o'rtadan bo'lish eng katta xatolardan birisi. Yo chetroqdan bo'lish kerak, yo baroqdan bo'lish kerak, yoki bo'lmay birdaniga taxlash eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Rasmdagidek implant bilan birgalikda koronkalar sinib, ajralib gelishi mumkin. Ya'ni periimplantit sodir bo'lishi mumkin. To'g'ri yechim mana 12 dona dish, 6 dona implantda joylashgan. Lekin abatmenti prostoy. Bundan xuddi shunday, abatment prostoy. Mana shu yechim, yo'q, bom prostoy abatment yaxshi yechim, lekin chunki burchak ostida ekilgan va burchak ostida ekish juda ham yaxshi holat. Lekin abatment mana bu sariq narsasi oddiy arzonidan bo'lgani uchun bular sementoviy fiksatsiya bo'ladi. Ya'ni sement yordamida qotiriladi. Bu bo'lmag'ur ish. Mana bu eng zo'r ideal yechim va bunda abatmentlar o'zgardi. Vintovoy fiksatsiya, ya'ni vint yordamida qotiriladi. Bu yaxshi holat hisoblanadi. Men eng ko'p qo'llaydigan va eng sevimli amaliyotlarimdan birisi shu. Sinus lifting ham qilinmaydi. Bor suyakdan maksimal foydalaniladi va 6 ta implant bilan yuqori jag'am, pastki jag'am taxlash mumkin. Bu ham xuddi shuni boshqacharoq ko'rinishi, lekin sement fiksatsiya. Iloji boricha sementlatmaslik lozim. Tak. 4 ta versiyani ham yaxshi ko'raman. Bu ham yaxshi versiya va hozir shunga mos case ko'ramiz. Ketdik. Bemorimizda umuman dishsizlik yuqori va pastki jag'da. Biza bemorga yuqorisina 4 dona implant, pastina 4 dona implant qo'yish tavsiya qilindi. Bemor rozi bo'ldi va ish boshlandi. Keyin 2 oydan keyin qoliplar olindi. 2 oy, 4 oydan keyin qoliplar olindi va metal karkas va bitgan holati. Yaxshi ish chiqdi. 12 dona yuqoriga, 12 dona pastga metal keramika oq tishlar qo'yib berildi va bemorni zakonni xursand holatda bemorni yubordik. Tak, sirkoniy ham qilish mumkin. Balkan ustini metal balka bo'ladi va ustuna sirkoniy dioksid joylashtiriladi. Buni ahamiyatli tarafi material jihatdan sirkoniy dioksid yaxshi hisoblanadi. Yaxshi narsa, estetik, chiroyli narsa hisoblanadi. Va organizmga bezararligi jihatdan ham sirkoniy dioksid yaxshi hisoblanadi. Lekin minusi sinishi, ya'ni uzun katta mostlarda sirkoniy dioksid sinadi. Sinmasligi uchun o'rtada ichinda rentgenda ko'rinib turgan narsa balkasi bo'ladi, metal balka. Bu metal asos sirkonni sinishini oldini oladi. Kistadan qochgan holatda bunday joylashtirish mumkin. Zerikarli joylari. Tak, pastki jag uchun ham versiya taklif qilingan va abatmentga ahamiyat qaratamiz va eng muhim narsa shu. 6 dona implant joylashtirib, 14 dona koronka qo'yish mumkin, lekin bunday qilish xato. 2 dona konsol dedi. Eng oxiriga 2 dona implantni koronkani qo'yish xato hisoblanadi. Bunday konstruksiya sinib ketadi keyin. Sinish qayta ishlashni, vaqt olishni, asablarni zo'riqtirishni keltirib chiqarishi mumkin. Oxirgi implantdan 15 mm nasiya kerak. Asl turish maksimum. Iloji boricha 1,5 santidan uzoq, bir dishdan ortiqcharoq uzoqlashtirish xato hisoblanadi. Bu implantga ham zarar yetkazadi, koronkalar ham zarar yetkazadi. 3 dona implant qo'yish xato, tavsiya berilmaydi. 2 donani voобще mumkin emas, 4 donasi ideal yechimlardan boshlanish hisoblanadi idealni.
Mana shu real keyslar biznikine o'xshagan keyslarni qilib qo'yibdilar. Tak, nima uchun ko'proq implant qo'yadi ba'zi birovlar desangiz, nemedlenniy nagruzka deydi. O'sha kuni yoki tez kunlarning ichida kechiktirilmagan bosim berish mumkin. Ya'ni chaynovni diklash mumkin. Ovqat yeb ketish ham mumkin bemor. Bo'ldi deb turib. Prямо implantni qo'ydirib. Bir dana dish ham yo'q og'zida, lekin shunday diklanib davom ettirib ketishi mumkin hayotni, sog'lom hayot tarzini. Tak, kimlarga implant qo'ymaymiz? Ularga implant qo'yish mumkin emas degan YouTube'da отдельный videom bor. Xuddi shu videoni ko'rib olishlaringiz tavsiya qilinadi. Batafsil to'xtalganmiz. Tak, og'iz gigiyenasi yo'qlar va sog'lig'ini, hidini beparvo bo'lgan insonlarga implant qo'yilmaydi. Tartibsiz, mas'uliyatsiz, dorilarni vaqtida ichmaydigan, kelishilgan vaqtda gamidon. Tak, hamma narsada vrachni ayblaydigan insonlarga implant qo'yilmaydi. Jiddiy muammosi bor bo'lgan bemorlarga, og'ir kasalligi, avtoimmun kasalliklari bor bo'lgan insonlarga, 20 ga yaqin ko'rsatkichdagi qandli diabetda ham o'ziga ahamiyat bermaydigan insonlarga yoki qaysidir bir jiddiy kasalligini vrachdan yashirib yuradigan bemorlarga biza implant qo'yib bermaymiz. Xarakterisida muammo bo'lgan, hech kimga hech qachon ishonmaydigan, salbiy fikrlaydigan, har doim hammadan negativ bo'lib yuradigan odamlar ham iloji boricha qochamiz. Chunki hamma narsaga gumon shubha qilavergan odam albatta o'zini chaqiradi shu narsani, kelib chiqishina sababchi bo'ladi. Bilimsiz, implant nimaligini ham tushunmaydigan va bizani kanalimizga obuna bo'lmagan insonlarga implant qo'yib bermaymiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya qilamiz. Tak, yaxshi bemorlar shu yuqorida aytilgan tushunchalarni teskarisi bo'lsa yaxshi bemor hisoblanadi. Siz yaxshi bemorni bo'lishni xohlaysizmi? Unda yuqoridagilarga amal qiling. Bizlar uchun eng muhim narsa pul emas. Sizni chaqqan tezroq ko'proq pulingizni olish maqsad qilinmagan. Biza shu paytgacha erishgan barcha obro'yimizga alhamdulillah Xudoga shukr misqollab yetishganmiz va ozozdan sekin shoshilmasdan erishganmiz va bu natijalarimiz, obro'yimiz, reputatsiyamizni 1-2 bemorlarni deb yo'qotish niyatimiz yo'q. Shuning uchun bizning obro'yimiz implantimizni mustahkamligi va bu mustahkamligi uchun biz maksimal harakat qilamiz. Siz ham agar shu yo'lda bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz. Agar sizning maqsadingiz implantni tushirish bo'lsa va bizani ham tushirish bo'lsa, yaxshisi bu ishni qilmaymiz. Keys ko'ramiz. Mana shu bemorimiz mana shunday holatda keldi va biz uni implantni o'zini qimirlayotgan dishlar hammasini bir kunda qo'porib tashladik va временный koronkalarni 15 kunda qo'yib berdik va o'zi avval ham ega bo'lmagan chiroyli dishlari hozir ega bo'lganlar. Vaqtinchalik koronka operatsiya muvaffaqiyatli o'tishida eng muhim faktorlardan birisi bu assistentning yordami hisoblanadi. Va Xudoga shukr yaxshi shogirdlarim bor va yaxshi operatsiyalarni bizlar ham qilamiz, ular ham hozir qilib yuribdilar. Olingan dishlar, qo'yilgan implantning holati, implant mana shunday kichkinagina narsa bo'ladi. Bir kichkina taklif aytib o'tsak, keyslarni riski do postesini ko'rib o'tib ketsakda, ozgina energiya kiritish maqsadida bonusli odamlar aytadigan yerine o'tib ketsak, men ham kadrga qo'shilsam, aytsakim уже bizning vaqtimiz netibdi. Хорошо, ko'p bo'lib ketdi. Qarang, keysni ko'ramiz, hamma dish olindi va tez kunlarda shunday etib chiroyli dishlar qo'yib berildi. Juda ham chiroyli chiqdi. Vaqtidan ilgari bosim berildi. Bundan bemorimizda shunday sari yoqimsiz dishlar bilan keladi. Biz ularga dishlarini taxlab berdik. Uzoq muddat cho'zildi, lekin juda ham chiroyli effekt oldik. Mana shu holatda chiqib ketdilar. Hozir gulgan holatini ko'rasizlar va emotsionalni o'zlarini namoyon qilganini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham chiroyli dish chiqdi ana. Hammasi oddiy odamlar, biror joyda bir nodiydi Mercedes minib keladiganlar emas. Haqiqiy xalqning ichidan chiqqan shaxslar bular. Lekin eng muhim narsa bularni birlashtiradigan narsa katta xohish. Qo'rqmang keladi. Bu shaxsimiz ham masalan baliqchi,
restorani bor, kafesi bor, yaxshi inson. Va kelgan vaqtimda yomon holatda edi va hozirgi holati juda ham chiroyli bir aktyorlarga o'xshab yosharib, buni dish qo'yilgan vaqtimda men yo'q edim, birinchi marta qo'yib ko'rsatganlarimda va bir rasm bor bizada. Ko'zimdan yaxshi chiqqan. Yo'q, o'zini Chiqqan erkak odamda. Shundan men u videoni ko'rib ham ta'sirlanib ketganman o'zi. Video aytib ham bo'lganlardan o'zi bildirmayacak. Erkak odam, yosh katta odam hadab yig'lab bermaydi-ku, lekin действительно ko'zidan o'zgarganini his qilganman. Dim manam chiroyli bo'lib o'zgarib ketgan edi. Akamizda ham do posle rasm bo'ldi, boshqa narsadan to'xtalmaymiz bularni. Eng qimmat Oqsam aytganingizning rostdan ham dishlar bu oniy ma'lumot odamning yoshini 20 yil yoshartirib ko'rsatadi. Rasmda buni isbotini ko'rsatadi. Masalan, ina shu akamizdan do holatini qaranglar, posle holatini qaranglar. Hozir ko'rsataman. Mana shu. Ishini ko'rib yotman shu. O'zi masalan yoshina yarashmaydi-da. Masalan, yuzida tirishqi yo'q, marshinka yo'q, boshqa narsa yo'q. Ya'ni yoshi normal holatda ayol kishi deyarli bir dish ham yo'q bu holatda ko'rinadi. Endi tasavvur qilinglar, shu inson o'zini dishi bor bo'lsa nech keladi. Bizani bemorlarimizning yana ko'pchiligi chetdan keladi. Masalan, 4 ko'l Beruniy tarafdan keladilar va xursand bo'lib ketadilar shunday natijalar olganligimdan. Siz hozir prямой efirimizni qaysi viloyatdan yoki qaysi tumandan yoki qaysi shahardan ko'rib tursiz? Kommentariyada yozib keting. Tak, random munshatamiz. Bu akamizni ishini ham ko'raversizlar. Tak, shunday holatda keldilar. Muammolar har tomonlama bor edi. Muammolar tak, bemorda mana shunday va mana shunday og'iz bo'shlig'i qiyshiq joylashgan. Buni taxlash uchun kalla tutab ketadi va shu tutash natijasida biz bu narsani amalga oshirdik. Mana shunday rezultat oldik. Bo'ldi. Tak, bunda keyingi kes. Buni ham tomosha qilinglar. Bo'ldi. Tak. Random o'ynaymizmi? Oxirdan necha odam qatnashgan? Bir video alohida qilib berish kerakdan. Shu videoni kanalga joylashtirib berish kerak. Kanalga, Telegram kanalini o'zini tashlaymiz. Peshona. Axsham 5 odamga soat 12 gacha muhlat berdik. O'zi 10 odamga ruxsat berdim. 5 odam ishtirok qila oldi va ularning hammasini $50 skidga berildi va kim uchundir, to'g'risini aytaman, bugun $1750 bo'lsa, $1750 ekonom qilib oldi bir odam. Hali bir odamning o'zi. Prosta 500 ming so'm avans va vaziyatdan foydalangani uchun $1750. Bu da ya'ni 20 million so'm ekonom qildi. Oqshomki o'yinda ishtirok etib. Birontasi o'yin yoki hazil bo'lgani yo'q. Va oqshomki pul tashlaganlar hammasini tabriklayman. Prosta o'ynadi va bu o'yinda yaxshi ishtirok qildilar. Tak. Random o'ynaymizmi? Random aytgandan ko'ra lучше ayttiralaga. Menimcha bizning kuzatib turganlar ham dish bilan bog'liq muammosi bor odamlar. Ularga o'yin, короче, ko'rib o'tirgan odam dish qo'ydirjakmi? Shuni hammasini, misol uchun, oqshomga deyib vaqt beriklarli. 10 dona odamga oqshomga deyib 50% chegirma berali. Yo'q, beramiz. Nalan beramiz. U katta chegirma. U biza o'zlarimizni zararidan bo'lsa, men prosta o'zim uchun proba qildim. Onlayn tarzda men insonlarga ishonch bera olamanmi, yo'qmi? Kimlar ishonadi va bu ishonch tavakkalchilik asosida qilindi. O'zini molini tikdi 500 ming so'm. Lekin ular действительно natijaga erishadilar ham. Va aksiyani yomon joyi birinchidan mana iqtisodiy zarar. Ikkinchidan aksiyadagi narsaga gumon paydo bo'ladi. Ko'p gumon paydo bo'ladi. Sifatsizmi? Aldab turibmi degan narsalar. Va men bunday emasligini prosta o'zlarimizga ishongan, tavakkaliga ishongan shaxslarga beraman. Siz bir odamga 50% beracaksiniz. Bir odamga 100% podarka.
$300 podarka, $300 implant podarka. Bu simettir hali. Bir adama 50% chegirma berali. Keyin bugun ma'lum vaqtida to'layotganlari 10 mi, 15 mi shuning chegirma berali. Menimcha bu işte bu bir adama Adolatliroq bo'ladi. adolatliroq bo'ladi. Ne deysiz? Undan bo'ladi, va. Bo'ladi. Sen bunu imettir banklasak ham bo'ladi. Saytkanizning Telegram botumuz orqali Minnatamiz esa. kommentariyadan atlasak. Bir odamga 50% beramiz. Bir odamga. U odam 500 ming so'm oqshomgi shart bo'ladi. 500 ming so'm to'lov qiladi bugun. 4 odamga 30% chegirma qilamiz. 4 odam 30% chegirmadan foydalanishi uchun ular ham qandaydir to'lov qiladi. Masalan 300 ming so'mdan. Yine. Keyin yana necha chegirma berasiz? Men sudga variantlayman bunaqa. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Boshqa narsa yo'q. Yetadi shu. Sen imettir al, qarang. Dish qo'ydirjaklar, bugungi konsultatsiyadan shunday qaror kelganlar, misol uchun bir haftadan keyinmi, 10 kunlarmi qo'ydirjaklar, davoyini 500 ming so'm avans puli o'tirsinlar. Shu 500 ming so'm avans o'tirganlarni 4sini 30% chegirma beramiz. Birinchi o'tirganini 50% beramiz. Ne deysiz? Yo'q. Ya bu adolatsizroqmi? Birinchi bilan oxirgi ekanidan gumon paydo bo'lishi mumkin. Sen odamlarni o'zini. Ava. Necha deb natasan? Men tashladim birinchi, men tashladim. Ha, minut bor, qani chekindi. Конечно. Ha, davayte, zo'r. Birinchi kim tashlagan bo'lsa, shu odamni 50%, qolgan hammaga yana ham 4 odamga 30% chegirma. Hammaga bir xil to'lovmi shunda 500 ming so'mdan tashlaydi. Bo'ldi, tamam. Va muddat. Oqshom ham 12 gacha muhlat berdim, bugun ham 12 gacha muhlat beramiz. Soat 12 gacha. 17-cheslaga o'tdi degandan yopiladi, tamam. Hammaga rahmat. Kanalda, Telegram kanalda nani tashlab qo'yamiz. Silkani ko'rib olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa ko'rsata olsam. Ekranda ko'rinib turibmi? Ya bo'lmasa telefon nomerlarini ham ko'rsatib bering. Telegram nima ochilgan? Menejer qizlar ekan. Yo'q, hech kimning nomerini bermaymiz. Xato, tamam. Onlayn hamma narsa kanal va bot orqali amalga oshiriladi. Hech menejer qatnashmaydi. Shaxslar qatnashmaydi, короче. Hammasi shu bot orqali o'zimiz kontrol qiladigan narsada. Mana shu Telegram kanalda biza ma'lumotlarni berib boramiz va hozir qanday to'lov qilish kerakligi to'g'risidan ma'lumotni qoldiraman. Soat 12 gacha ulgurdi. Tamam. Hozir ro'yxatdan o'tilgan bota nima yuboriladi? Bota chek tashiydilar. Tushunarli. Bota. Demak, bugun ham 5 dona odam bilan o'ynaymiz. 4 tasi chekni spiskasini o'zlaringizga ko'rsatib boraman. Bugun yana 16-chislodagi kim birinchi tashlagan bo'lsa, shuni chekini ko'rsataman. Qolgan 4 odam ham xafa bo'lmaydi, 30% chegirmaga ega bo'ladi. Faqat implant uchun. Hammaga rahmat. Jonli efirimiz uchun taqdirlab qo'yasizlar degan umiddaman. Ancha xorganman va hurmatsizlikka yo'ymaysizlar. O'tirib dars o'tganimizni. Katta rahmat. Tugadimi? Tugadi. Va shu vaziyatdan foydalanib bizning YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar, videoga like bosinglar, qolgan videolarni ham ko'ringlar. Instagram, Telegram o'zlaringizning sog'liqlaringiz, dishlaringiz uchun bizga qimmatli maslahatlarni. Og'asiyandan prosta birovga turib konsultatsiya so'rasa, sezon pul uni to'lashi kerak esa. Bizning hozirgi kunda qiymati o'zi 400 mingga borishi mumkin. Vaqt jihatdan men ularga ajratib beradim. Masalan, 3D rentgenni besplatniy va boshqa narsa qilishni hisobini, lekin обычно 100 ming, 200 ming so'm konsultatsiyani qiymati. Lekin undan hozirgi niyati bunchalik informatsiya berilmayman. Hech kim bunday vaqt ajratib berilmayman. Men bunday prezentatsiya o'tib berilmayman. Savolga javob berasiz. Именно o'zini vaziyati uchun qisqa javob beraman va meni operatsionniy vaqtim, umumiy offlayn vaqtim qisqa va bundan konsultatsiyadan maqsad, masalan, oqshomgi videoni o'zini bir kunda 560 dan ortiq, 570 dan ortiq inson tomosha qildi va 560 odam ko'rdi, informatsiyaga ega bo'ldi. 560 soat tomosha qilindi u video. Bu degani mana
1 soat vaqtim ketdi, lekin uni 560 soatga ko'paytirdik. Bugungi video yine 2 soat bo'layotir. Va bom ancha katta informatsiya. Lutshi shu informatsiyadan to'liq foydalaninglar. Hammasi uchun katta rahmat, rozi bo'linglar. Bepul konsultatsiyadan oladigan ma'lumotlar shular edi. Pulli konsultatsiya imенно o'zingiz uchun bo'ladi va offline tarzda bo'ladi. Esa Ciao. hammaga xush. 500 ming so'm уже kimdir tashlagan bo'lsa уже prizdan olib bo'ldi o'xshaydi. Buni istoriyasiga qo'yasiz, to'g'rimi Instagramda? Qo'yamiz, ko'ramiz. Instagram profilimga obuna bo'linglar. Kim utdi? Balkim sutgandirsiz. Buni biz esa aytmang, istoriya qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Instagramda Telegram kanalda shu nima deydi? Onlayn konsultatsiya kanalimizda hal qilamiz, natamiz. Ma'lumotni ko'p berib boramiz. Sizni ishlaringiz nechikada? Gulgi bilan bog'liq. Biz tabassumlashamiz. Sog'liqni tiklaymiz. Esa tugatdik. Точно bir yarım saat o'tdi.